30-sentabr Yaponiya parlamentida Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini fosh qilish guvohlik yig'ini o'tkazildi. Mazkur yig'in Yaponiya poytaxti Tokioda o'tkazilgan bo'lib, dal Yaponiya bilan Xitoyning diplomatik munosabat o'rnatganligining 50 yillik xotir kuniga o'rnashtirilgan. Guvohlik berish yig'iniga Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dolqin Aysa, ijroiya komiteti raisi Ömer Qanat, lager shoidi Qalbin Risida xonim qatorliqlar qatnashgandan boshqa Yaponiyaning hukumat amaldorlari, parlament a'zolari, har qaysi siyosiy partiyaning boshliqlari va ommaviy tashkilot raislari ishtirok qilgan. Uyg'urlarni nishon qilgan 7 yillik tor josuslik harakati bayqaldi. Ma'lum bo'lishicha, tekshirish nuqtasi tadqiqoti nomli tor bexatarlik shirkati 2022-yili Uyg'urlarni nishon qilgan uzunga so'zilgan josuslik harakatini ko'zatgan. Bu yomon g'arazlik yumshoq detal 2016-yili tunji qatim o'tirg'i chiqqan. Yegilishicha, programmalar Uyg'urlarni nishon qilgan bu yomon g'arazlik yumshoq detal orqali ziyonkashlik uchirg'uvchiga vakolatdan telefon qilish, qisqa uchur yo'llash, o'rinni izqo'lash, kelgan va chiqqan telefonlarning ovozini va muhitini xotirlash qatorliq mashg'ulotlarni qila oladi ekan. Yaponiya, Amerika va Avstraliyaning davlat mudofaa ministrlari bexatarlik strategiyasi jihatdagi hamkorlikni cho'nqurlashtirib, erkin va ochiq Hind Tinch okeanining amalga oshishiga to'hfa qo'shadiganligini e'lon qildi. Kyoto agentligining xabariga qaraganda, uch davlatning davlat mudofaa ministrlari Amerikaning Hawaii shtatida uchrashgan. Rossiya Asos qonun sud mahkamasi talash tortish ichida o'tkazilgan va xalqaro e'tirof qilinmagan umumiy xalq orasida ovozga qo'yishdan keyin Ukrainadagi 4 rayonning qo'shilishini ko'zda tutgan kelishimlarning Rossiya asosi qonunga mos keladiganligini e'lon qildi. Xabarga qaraganda, tunugun o'tkazilgan yig'inda Asos qonun sud mahkamasi Luhansk, Donetsk, Xerson va Zaporijja rayonlarining Rossiyaga qo'shilishini ko'zda tutgan kelishimlarning asos qonunga mos keladiganligini belgilagan. Shanba kuni Indoneziyada o'tkazilgan futbol musobaqasidan keyin yuz bergan to'qinishda hayotidan ayrilganlarning soni 174 ga yetdi. Saqchilarning aytishicha, voqeada nurg'un kishilar dastlab qazo qilgan bo'lib, keyinchi o'lganlar sonining 125 ekanligi e'lon qilindi. Indoneziya saqchilari yakshanba kundagi bayonotida qazo qilganlarning ichida 2 saqchining borligini, 180 kishining yaralanganligini aytdi.